Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Mana bugun O'rta Chirchiq rayonining Uchko'z Kiribinda turibmiz. Xudo qalasa mana uy sotilar ekan. Mana katta uy mana. Mana полтора этажga есептелінеді bular. Buni podvali. Kirib ko'rsetsam ham bo'laveradi. Balandligi qanday? Kishini kirib ko'rsetsam ham bo'ladi buni. Короче, mana ichi qarang'i ekan. Mana qarang'icha. Lekin bu podvali. Короче, bo'ying yetmaydi mana. Baland, короче. Mana uy mana полтора этажga bu. Mana necha xonali? 4 xona, ikkita veranda. Ikkita veranda, 4 xonali ekan. İchiga kirib ko'rmayman men. Ichiga ko'rsatmayman ham. Chunki kelgan klient o'zi ko'rib oladi. Mana nimasi ham bor mana. Parniga. Общий 19 sotik 3 ekan. 19.3. Короче, 19 sotikdan oshiq. Ana. Ana. Gaz bor, suv bor, Wi-Fi bor, tok bor, hamma vodoprovod, hamma narsa bor mana. Ana. Biroq mana u juda katta uy lekin. Juda katta uy. Mana endi vremenka qilibdi, lekin 2 etajga расчетный qilib turib qurganda 1 etaj qo'ygan. Mavoda vremenka emas, Uy bu, ha? Uy, короче, 2 etajga расчет qilib qurilgan. Boyagiday nima deydi, armatura berib, baqvat qilganda xullas kalam. Men stroykasiga tushmayman, lekin chotki qilib nima qilgan. Xullas kalam hamma narsasi borda mana. Kuxnya, gaz. Mana hamma narsasi mana. Bu kuxnya. Mana Ariston, короче, hamma gaz, tok, suv. Короче, ichimlik suv ham ki огородga bu yil hamma rayonlarda suv problema bo'lsa, bu yerda Uchko'z Kiribda problema emas ekan. Nima deydi? Kollektorda to'lib suv oqyapti. Любое время kelinglar. Ariqda ham ko'rsatib qo'ysam bo'ladi lekin, ariqda ham suv bor. Mana ariqdan suv VIP. Oqyapti. Bugun 2025-yili hayitning ertasi kuni, короче, 7-may, iyun, 7-iyun. Hayit kecha hayit bo'ldi. Mana hayit bayrami. Bugun mana 7-iyun bo'lyapti mana 2025. Boshqa rayonlarda bunaqa suv yo'q. Mana uyning oldida suv VIP, короче. Огород qilaman desanglar, Uchko'z Kiribda suv без проблем mana. Saynar aka. Bu ko'chaning ati nima? Sharaf Rashidov ko'chasi. Sharaf 57-uy. Nechinchi? 57. Sharaf Rashidov ko'chasi 57-uy ekan. Mana Halqobod mobiya. Halqobod mobiya $100,000 deyapti. Endi kelib ko'rib, mana inventar ne bo'ladi? Sotiladimi bu? Yo'q, aladimsa satan bo'lmasa ham qo'yamiz. Отдельно sotiladimi bu? Ha, bo'ladi. Отдельно sotilar ekan inventarlar mana. Xullas kalib, короче, zo'r. Hovliga gap yo'q. Olaman degan klient bo'lsa, prямо mening akkauntimda nomerim bor. O'shanga telefon qilsa, hech qanaqa pasireding ham kerak emas. Просто men qiziqib olyapman. Bemalol qilsa bo'ladi. Mana. Baqvat mana nimalardan qo'ygan. Balkonlardan. Mana. Mana shveylarga qo'ygan mana. Stoykalar mana temirdan. Shu olaman degan klient bo'lsa $100,000 deyapti. Bu kelsa bo'ladi.